Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızın görüşənlərinə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Xitay 10 nəfər türkni Şanxayda qo'lga oldi. Xitayning 10 nəfər türkni Uyg'urlarning qechishiga yordam qilish bilan qo'lga olishi va bu xabarni bir oydan keyin e'lon qilishi qattiq inkas qo'zg'adi. Xitay doiralari Shanxay aerodromida 10 nafar turk fuqarosining saxta pasport orqali odam qochirmoqchi bo'layotganda qo'lga tushganligini e'lon qildi. Ular bu turklarning 9 nafar Uyg'urni yolg'on pasport bilan ta'minlash orqali ularning Afg'oniston, Pokiston va Suriyaga berishiga sharoit yaratib bermoqchi bo'lganligini ilgari surgan. Mazkur xabar kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. 14 yanvar Xitoy doiralarining rasmiy matbuot organi Yer shari vaqti gazeti bir xabar e'lon qilib, turklarning Uyg'urlarni yolg'on pasport bilan ta'minlab, ularni terrorlik tashkilotlarining ba'zilarida yerlashgan joylarga avatmoqchi bo'lganda qo'lga tushganligini ilgari surdi. Xabarda aytilishicha, Shanxay soqchilari Pudong aerodromida 10 nafar turk fuqarosi va 2 nafar Turkiyada yashaydigan Xitoy fuqarosi Uyg'urni qo'lga olgan. Bu 12 kishi o'zgartirilgan pasport orqali 9 nafar Uyg'urni Xitoydan elib chiqib ketmoqchi bo'lganda Pudong aerodromida bayqilib qolgan. Xabarga qaraganda bu kishilarning hammasi qo'lga olingan. Yer shari vaqti gazeti xabarida bu 9 nafar Uyg'urning Xitoydan qochib Afg'oniston, Pokiston va Suriyaga bormoqchi bo'lganligini, ularning yendan terrorlikqa oid unsiz materiallarning chiqqanligini ilgari surgan. Qo'lga tushgan 10 nafar turk fuqarosi bo'lsa, terrorchi atkasçiligi va pasport o'zgartib yasash jinoyati bilan ayblangan. Qiziqarligi, mazkur voqea noyabrda yuz bergan bo'lsa-mu, Xitoy axborotlari voqeani amdi e'lon qilgan. Bu haqda New York vaqti gazeti va Muhofizatchi gazetida mulohizlar e'lon qilindi. Mulohizlarda turklarning umuman Uyg'urlarga hissdoshlik qiladiganligi, agar yuqoridagi xabar rost bo'lgan taqdirda turklarning Xitoyga maxsus holda Uyg'urlarga yordam qilish uchun berishidek ahvolning tunji qatim ko'rilishi bo'lib hisoblanganligini bayon qilgan. Kuzatuvchilar navbatda bu voqeaning Turkiya-Xitoy munosabatlariga qanday ta'sir ko'rsatganligi qiziqmoqda. TRT Turk televiziya kanalining rasmiy to'r betida Xitoyda tutqun qilingan 10 nafar Turkiya fuqarosining sud oldiga chiqishi 2-oyning oxirlarida boshlanganligi bildirildi. Xabarda bildirilishicha, Shanxay turmasida tutib turilayotgan bu 10 nafar turk Turkiyaning Shanxay turishliq bosh konsulxonasining diplomatlari tomonidan 2 qatim ziyorat qilingan. Egallanishicha, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bu ishlarga yaqindan ko'ngil bo'layotgan bo'lib, ularning oila tuqqanlariga bu to'g'rida ma'lumot berilganligi ilgari surildi. Uyg'ur davlatining bayrog'i va askari Turkiya Cumhur Raislik sarayida qad ko'tardi. Turkiya Cumhuriyati Cumhur Raislik sarayining hurmat qaravullari orasida Uyg'urlarning tarixdagi mashhur ikki cho'ng davlatiga simvollik qiladigan 2 nafar askarmi o'rin oldi va u davlatlarimizning bayroqlarini qad ko'tardi. Hammadan muhimi, bundan keyingi butun chet ellik mehmonlarni kutib olish marosimida tarixdagi bu 16 davlatning askarlari va bayroqlari hurmat qaravullari orasida yerlarini oladi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Raislik sarayining hurmat qaravullari orasida Uyg'urlarning tarixdagi mashhur 2 cho'ng davlatiga simvollik qiladigan 2 nafar askarmi o'rin oldi va u davlatlarimizning bayroqlarini qad ko'tardi. Hammadan muhimi, bundan keyingi butun chet ellik mehmonlarni kutib olish marosimida tarixdagi bu 16 davlatning askarlari va bayroqlari hurmat qaravullari orasida yerlarini oladi. Türkiye Cumhuriyetlik sarayining girbidagi Turkiy xalqlarining tarixdagi 16 cho'ng davlatini simvol qiladigan 16 yulduz Türkiye Cumhuriyeti qurilgandan buyon ishlatilayotgan bo'lib, amdilikda hurmat qaravullari sepigami Turkiy xalqlarining tarixdagi 16 cho'ng davlatining harbiy qismlariga simvollik qiladigan va 16 xil tarixiy harbiy formalarini kiyishgan 16 nafar askar qo'shildi. Hurmat qaravullari orasida Uyg'urlarning tarixdagi mashhur 2 cho'ng davlatiga simvollik qiladigan 2 nafar askarmi o'rin oldi. Bu yangilikning Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anning buyrug'i bilan yo'lga qo'yilganligi bildirildi. 16 askar buningdan keyin har qaysi davlatlardan kelgan mehmon raislarni kutib olish marosimlarining hammasida hurmat qarovuli bo'lish vazifasini o'taydi. O'xshash bo'lmagan marosim va munbarlarda har xil shakllarda tizilib turdi. Bu yangilik tunji qatim 13 yanvar Falastin davlat raisi Mahmud Abbosni kutib olish marosimida ko'zga chelikdi. Aslida hurmat qaravullari Cumhur Raislik sarayining maydonida turadigan bo'lib, Anqaradagi qattiq sovuq sababli bu qatimgi kutib olish sarayining ichida elib berildi.
16 davlat askarlari palampaga qator tizilgan bo'lib, Cumhur raisi Erdoğan Mahmud Abbasni kutib olish uchun askarlarning orasidan mengib tushdi. 15 yanvar bo'lsa, Ozarbayjon davlat raisi Ilham Aliyevni kutib olish marosimida bu hurmat qaravullari Cumhur raislik saroyining maydonida joylarini oldi. Bu 16 cho'ng tarixiy davlatimizning qaysi davlatlar ekanligini va 16 nafar askarlardan qaysisining tarixdagi qaysi davlatimizga simvollik qilganligini ekrandagi har bir askarga qo'yilgan nomer bo'yicha osonla bilib olg'ili bo'ladi. Türkiye Cumhuriyeti Sarayı'daki palampayning o'ng tarafidan yuqoridan tuvanga qaraganimizda birinchi Qaraxonilar davlati, ikkinchi Oltin O'rda davlati, uchinchi G'aznaviylar davlati, to'rtinchi Xorazm xonligi, beshinchi Avar xonligi, oltinchi Uyg'ur davlati, yettinchi Hazar xonligi, sakkizinchi Baburiylar imperiyasi. Palampayning so'l tarafidan yuqoridan tuvanga qaraganimizda 9-cı Büyük Hun imperiyasi, 10-cı G'arbiy Hun imperiyasi, 11-ci Yevropa Hun imperiyasi, 12-ci Ak Hun imperiyasi, 13-ci Selcuqilar davlati, 14-ci Timuriylar davlati, 15-ci Köktürk xonligi, 16-cı Davlat Ali Osmaniye. İstanbul'da Xitoy zulmiga qarshi kepen kiyib namoyish o'tkazildi. Türkler İstanbul'un Taksim meydanida Xitoy zulmiga qarshi kepen kiyib namoyish elib bordi ve Türkiye'ni Uyg'urlarga ega chiqish ve Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarni Türkiye'ga elib kelishga chaqirdi. Türk xalqining Xitoy tajovuzchiligiga bo'lgan noroziligi Türkiye'nin bütün shaharlariga kengaymoqda. 10 yanvar İstanbul'un Taksim meydanida namoyishchilar Xitoy zulmiga qarshi kepen kiyib namoyish qilib, Türkiye'ni Uyg'urlarga ega chiqish va Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarni Türkiye'ga elib kelishga chaqirdi. İstanbul Ülke Ocaklar Teşkilatı tarafından uyushtirilgan bu namoyishga 500'dan ortiq kishi qatnashdi. Namoyishchilar Xitoy turmalarida begunoh yetayotgan Uyg'urlarga simbol qilingan oq kepen kiyib, Sharq Turkiston yolg'iz emas, yoshsun mustaqil Sharq Turkiston deganga o'xshash shiorlarni to'plab yurish qildi. Kepenlik namoyishchilar Taksim va Galatasaray maydonida bayonot e'lon qilib, besim va zulm ostida yashayotgan Uyg'urlarning ahvoli va Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlar to'g'risida to'xtaldi. Namoyishchilarga vakolatan bayonotni o'qib o'tgan Ülke Ocaklar Teşkilatı İstanbul sho'ba raisi Ahmet Yigit Yildirim apandi Sharq Turkistonda Xitoyning besim ostida qolgan va zulm sababidan yurtlarini tark etishga majbur bo'lgan Uyg'urlarning Turkiyadan yordam kutayotganligini ta'kidladi. Ahmet Yigit Yildirim apandi mundaq dedi: Uyg'urlar namozlarini maxfiy o'qishga majbur bo'ldi. Ro'za tutishga ruxsat qilinmaydi. Nupusining ko'payishini cheklash uchun onalarning qo'rsiqidagi bolalarni o'ltirdi. Begunoh o'ltirilgan shahidlarning ota-onalariga o'qning pulini to'ltidi. Dunyoning hech qanday yerida bunday zulm yo'q. 21-asrda butun dunyoning ko'z oldida elib berilayotgan bu zulmga kishilik huquq qo'g'dug'uvchilari nima uchun zuvon surmaydi? Zulmga uchirganlar musulmon turk bo'lganligi uchun ko'z yumayotamdi. Xitoy tarafidan bir turk xalqi qirg'inchilikka uchirganligi hammaga ayon. Uyg'ur turklariga ega chiqish bizning vazifamizdir. Ahmet Yigit Yildirim apandi so'zda yana ayni davrda Turkiyaning ozodlik urushi jarayonida haj farzini ado qilish uchun Makkaga yo'lga chiqib Istanbulga kelgan va Çanakkale urushiga qatnashgan Uyg'urlarni xotirlatib mundaq dedi: Sharq Turkistondan yo'lga chiqib haj farzini ado qilish uchun Istanbulga kelgan Sharq Turkistonliklar urush bo'layotganligini anglab, haj farzini kechiktirgan va Çanakkale'ga berib urushga qatnashgan. Qutulish urushida shahid bo'lgan. Qutulish urushi jarayonida qiyin ahvolda ekanligimizni anglagan Sharq Turkiston xalqi oltinlarini to'plab Anatoliyadagi qarindoshlariga avatgan. Agar biz bu qarzimizni bugun o'tamasak, qachon o'taymiz? Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi bu masala uchun munosabatli o'rinlar bilan ko'rishayotganligini ifodalagan bo'lsa-mu, hozirgacha hech qanday bir natija o'ttirg'a chiqmadi. 100 minglagan suriyaliklarga eshiklarni ochgan Turkiya Cumhuriyeti rahbarlarini İşlerini Uygur Türkiye qandaş qarindoshlarimiz uchunmi etishga chaqiriq qilamiz. Doğu Türkistan'dan yola çıkıp hac görevini ifade etmek için Mekke'ye giderken Çanakkale'deki savaşı duyan Türkistanlı hacı adayları hac görevini erteleyip Çanakkale'ye gelerek savaşmış ve şehit düşmüşlerdir. Kurtuluş Savaşı esnasında zor durumda olduğumuzu duyan Doğu Türkistan halkı altınlarını toplayarak Anadolu'daki kardeşlerine göndermişlerdir. Eğer bu borcu bugün ödemeyeceksek ne zaman ödeyeceğiz? Mehmet Görmez'den Avrupa'ga insanlık dersi.
Türkiye Diyanet İşleri Başkarması Reisi Profesör Doktor Mehmet Görmez Efendi 12 milyon insan qatli qilinğanda avaz çıkarmagan insanlıkның faqatlı 12 kişiге qaratilgan cinayet üçün o'rinlardan dast turishini ibret bilan ko'rdik dedi. Türkiye Diyanet İşleri Başkarmasının reisi Profesör Doktor Mehmet Görmez Efendi 12 milyon insan qatli qilinğanda avaz çıkarmagan insanlıkның faqatlı 12 kişiге qaratilgan bir cinayet üçün o'rinlardan dast turishini ibret bilan ko'rdik dedi. Demokratiya elib kelyapmiz degan har yerda faqatli zulm, dahshat, vahshat elib keldi. Bu sabablar yo'q hisoblanib, bularning natijalarini va natijalardan kelib chiqqan dahshatlik ishlarni musulmonlardan ko'rish islomga qilingan eng cho'ng adolatsizlikdir dedi. Diyanet İşleri Başlığı Mehmet Görmez Efendi Fransiyadagi hujumga aloqador bir tarafdan yaqinqi 10 yilda islom dunyosi zulm va vahshiyliklar sababidan to'lg'inayotgan 12 milyon insonni qatl qildi, yo'q qildi. Biroq o'tgan hafta Parijda 12 odam qonxo'rlarcha o'ldirildi. 12 milyon inson o'ldirilganda ovoz chiqarmagan insonlikning faqatli 12 kishiga qarata elib berilgan bu jinoyat sababi bilan dast turishlarini bizlar ibrat bilan kuzatdik dedi. Türkiye'nin Edirne'de o'rinlashtirilgan 30. qatimliq viloyatlik muftiyliklar muzokara yig'inida so'z qilgan Görmez, dard alam bilan to'lg'inayotgan islom jug'rafiyasini oldi bilan jin shaytonlar yurtiga aylantirish, uningdan keyin bu yerlardagi muqaddas narsalarning qimmatini tövallatish va ularning muqaddasligini yo'q qilish aslida hech bir insonga, shundaqla hozirgidek o'zlarini madaniy chog'laydiganlarning madaniy davriga hargizmi yarashmaydi. Bularni har narsani ifoda qilish erkinligimiz bor degan nomda qilishi to'g'ri emas. Dunyoda islomga qarshilik kuchaymoqda. Yaqinqi yillarda islomga qarshilikning ish berishi haqida to'xtalgan Görmez Efendi, islom dinimizda har bir jonning qimmati borligini, har bir ma'sum insonning o'ldirishining butun insonlikni yo'q qilish bilan o'xshash ekanligini bildirib mundoq dedi. Bir insonning o'limi insonlikning o'limidir. U yana so'zni davom qilib mundoq dedi. Qur'oni Karimning bildirishi bo'yicha qaraganda o'limlar orasida ayrimchilik qilish insonlikka yarashmaydi. Qatliam orasida ayrimchilik qilishmi inson bolasining ishi emas. Mehmet Görmez Efendi yana tövendeki noktalarda to'xtaldi. Papag'imni demoqchi bo'lganlarimni dedim. Ishlar chirkovning e'lon qilgan mazmunlar bilan elib berilmaydi. Dillar orasida dialog bo'lmaydi. Hozirmi ba'zi yerlarda dillar orasida dialog markazlari qurildi. Bu markazlarda dillarning o'rtaq taraflarini bir arıga elib kelish orqali abjash birdan o'ttirg'i chiqarishga tirishayotganligini ko'rmoqdamiz. Bu hech bir musulmon qabul qila oladigan narsalardan emas. Agar o'zining e'tiqodiga hurmat qilsa, har qanday bir xristianmi qabul qiladigan narsa emasdir. Shuni takror ta'kidlaymanki, tavhid bilan, ya'ni bir ilohlik e'tiqod bilan taslis, ya'ni 3 ilohlik e'tiqod orasida bir dialog bo'lmaydi. Biroq musulmonlar bilan xristianlar orasida, musulmonlar bilan musulmon emaslar o'rtasida haqqa va adolatga qarata birlikda yashash axloqi, birlikda yashashning huquqi va buning o'lchamlari bo'ladi. Bunimi dunyoga hadiya qilgan dinning mansublari yanada biz bo'ldik. Görmez Efendi yana mundoq dedi. Nihoyat afsuslangan holda shuni bayon qilayki, ular madaniyat elib kelyapmiz degan har yerda madaniyat elib kelmadi. Demokratiya elib kelamiz degan har yerda faqatli zulm, dahshat va vahshat elib keldi. Bu sabablar yo'q hisoblanib, bularning natijalarini va natijalardan kelib chiqqan dahshatli ishlarni musulmonlardan ko'rish islomga qilingan eng cho'ng haqsizlikdir dedi. Xitoy yana qon eqitdi. Xitoy tajovuzchilari vatanimizning Qashqar Yengishar nahiyasida Xitoy tajovuzchiligiga qarshi harakatga o'tmoqchi bo'lgan 6 kishini etibdi. Xitoyning Tangritog' to'ri 12 yanvar tushdan burun soat 10 dan 10 minut o'tganda Qashqar Yengishar nahiyasidagi bir savdo rayonida kishilarning portlatish qurilmasi ko'tarib olgan bir kishini bayqagandan keyin soqchiga ma'lum qilganligini, soqchilar yetib kelgandan keyin u kishining Xitoy soqchilari bilan paltiliq elishib, oxirida etib etilganligini xabar qildi. Xitoy axborot vositalari yana bu jarayonda portlatish qurilmasini portlatmoqchi bo'lgan boshqa 5 kishining etib etilganligi, lekin hech qanday soqchi va ommaning ziyonga uchirmaganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, voqea tafsilotini oshkorlamadi. Ba'zi chet el axborot vositalari Xitoy soqchilarining 6 kishini etib etganligi, lekin voqea tafsilotini oshkorlamaganligi va Xitoyning bu rayondagi muqimsizlikni Sharq Turkistonning mustaqillik da'vosini qilib kelayotgan
musulmon Uyg'ur faoliyatchilariga ortib kelayotganligi to'g'riliq xabar berdi. Gerçi Xitoy vaqa tafsilotini oshkorlamagan bo'lsa-mu, bu vaqaning Xitoyning Sharq Turkistondagi diniy va milliy zulmini kuchaytirishi bilan munosabatli ekanligi aniq. Necha kun burun Xitoy atalmish muqimlik yig'ini ochib, Sharq Turkistondagi qirg'inchilikni bu yil yangi bosqichga ko'tarib, texmo kuchaytirganligini bildirgan edi. Qirg'iziston 3 kishini Xitoyga qaytarib beradiganligini bildirdi. Qirg'iziston hukumat doiralari o'tgan hafta qonunsiz chegirdan o'tgan deb tutib olgan 3 kishini Xitoyga qaytarib beradiganligini bildirdi. Bishkek Qirg'iziston hukumat doiralari o'tgan hafta qonunsiz chegirdan o'tgan deb tutib turayotgan 3 kishini Xitoyga qaytarib beradiganligini bildirdi. Qirg'izistonning sharq shimolidagi Qoraqo'l shahridagi chegara mudofaa qismining boshlig'i Ruslan Zakirovning Erkin Yevropa radiosiga aytishicha, Qirg'izistonga qonunsiz kirgan bu kishilar 2 qirg'iz va 1 Uyg'urdan tarkib topgan 3 kishi bo'lib, 11 yanvar bir yerlik sotning hukmiga asosan Xitoyga qaytarib berishni qaror qilgan. Qirg'iziston davlat mudofaa qismlari bu kishilarni 7 yanvar qo'lga olgan. Ularning yenda salohiyatini isbotlaydigan hech qanday narsa yo'q bo'lib, ular o'zlarining Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastidan ekanligini aytgan. Qirg'iziston o'tgan yil yanvar oyida Sharq Turkistondan Qirg'iziston chegarasiga kirgan 11 Uyg'urni etib o'tgan edi. Sharq Turkistonda Uyg'urlar ko'p sonliqni asos qilgan holda Qozoq, Qirg'iz va Tojik qatorliq yerlik millatlar bor bo'lib, bu 3 millat asosan O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston qatorliq 3 davlat bilan chegaralanadigan rayonlarda yashaydi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy Sharq Turkiston xalqiga zulm qilishni texmo kuchaytirib, chekidan eshiyotgan bo'lib, Sharq Turkiston musulmonlari Xitoy zulmidan qochib, chet ellarga chiqib ketish ahvollari ko'paymoqda. Türkiye parlamentida Uyg'urlar kun tartibga keldi. Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocaeli parlament a'zosi Lütfü Türkkan Xitoyning besimidan qochib panohlik tilagan Uyg'urlarning noli faryodlarini anglatish uchun Türkiye Büyük Millet Meclisi'de maxsus axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Türkiye'nin 3. çoğun siyasi partiyasi ve 2. çoğun öktüçi partiyasi bo'lib hisoblanadigan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocaeli'den saylangan parlament a'zosi Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentida Tayland'daki panohlanuvchi Uyg'urlarni kun tartibga elib keldi. Türkiye parlamenti a'zosi Lütfü Türkkan Türkiye hükümetini tanqid qilib, 1,5 milyon Suriyalik panohlanuvchilarni beqiyotgan turuqliq o'z qarindoshlarimiz bo'lgan Tayland turmalaridagi Uyg'urlarni qutqizishga harakat qilmayotidi deb aybladi. U 6 oylik bu vaqtdan tortib 70 yoshlik bovay va momaylargacha jami 360 kishidan tarkib topgan Uyg'ur turkining 2014 yili 13 martda Xitoy besimidan qochib Turkiyadan panohlik tilash uchun yo'lga chiqqanligi va Malayziya orqali Turkiyaga kelishni planlaganligi, biroq Tayland chegarasida tutilib qolib, qonunsiz chegaradan kirish jinoyati bilan qamoqqa elinganligi haqida axborotchilarga tafsiliy ma'lumot berdi. U so'zda 360 nafar Uyg'ur turkining 9 oydan buyon qattiq qiynalayotganligini, shundoq turuqliq Turkiya hukumatining ularni qutqizishga harakat qilmayotganligini tanqid qildi. Lütfü Türkkan bosh minister Ahmet Davud o'g'liga qaratib, "Men hurmatli bosh ministerimizdan shuni so'rashni xohlayman. Siz tashqi ishlar ministri bo'lib turayotgan vaqtingizda tutilib qolgan bu 360 nafar Uyg'ur qarindoshimizni qutqizish uchun 9 oydan buyon zodi qanday xizmatlarni qildingiz?" deb savol tashlash bilan axborot e'lon qilish yig'inini oxirlashtirdi. Turkiya tashqi ishlar ministrligi agar Tayland hukumati qo'shilsa, panohlik tilagan Uyg'urlarni qabul qilishga tayyor ekanligini e'lon qilgan va Xitoymi buningga qarata Türkiye hükümetiga norozilik bildirgan edi. Minglarcha kishi İstanbulda Xitoy zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. 2015 yil 11 yanvar İstanbul Anatoliya o'quvchilar birligining uyushtirishi va Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining qo'llab hamkorlashishi bilan Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. 2015 yili 1 ayning 11 kuni İstanbul Anatoliya o'quvchilar birligining uyushtirishi va Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining qo'llab hamkorlik qilishi bilan Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. İstanbuldagi namoyishga 1000 dan ortiq kishi qatnashdi. İstanbulning Sarıyer'dagi Haydar Aliyev bog'chisiga to'plangan namoyishchilar Xitoyning İstanbuldagi konsulxona oldigacha 2 kilometrlik masofani piyoda besib yurish qildi. Xitoyning Sharq Turkistonda 1 ayning 1 kunidan boshlab namoz o'qish, yog'liq chekish, azon o'qishga o'xshash diniy ibodatlarning butunlay cheklanganligiga qarshi Turkiyada 48 shaharda, Qibrusda, Bosniyada, Belgiyada va Germaniya
va G'azzada o'xshash vaqtda namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar Sharq Turkiston yolg'iz emas, ishg'olchi Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ket. Yoshsun mustaqil Sharq Turkiston, haq, huquq, adolat, Turkistonga hurriyat. Turkiya uxlama Sharq Turkistonga egichiq deganga o'xshash shiorlar to'ladi. Namoyish jarayonida Xitoy zulmiga qarshi bayonot e'lon qilindi. Oldi bilan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan besim va zulm siyosatlari to'g'risida to'xtaldi. Bo'libmi 1-oyning 1-kundan e'tiboran Sharq Turkiston musulmonlariga diniy ibodat qilishni butunlay cheklaganligini bildirdi va Xitoyni qattiq aybladi. Hidoyatullo O'g'izxon so'zining davomida Turkiya va islom dunyosini Sharq Turkistonga ko'ngil bilishga chaqiriq qildi va Turkiya Tashqi ishlar ministrligidan Xitoy elchisini ministrlikka chaqirtib, bu to'g'rida ogohlantirish berishni talab qildi. Keyin har xil shuar to'lashlar davom qildi. Turkistonda ma'lumunuz 1 Ocak'tan itibaren 2015 1 Ocak'tan itibaren Doğu Türkistan'da insanların dini inançlarının yasaklandı. Yasal olarak bir kanun ilan edildi. O'quvchilar birligining raisi Abdulvahid Yücel shuncha besim va zulm bo'lyapsimi, yana Rabbim Alloh deyishni davom qilayotgan Sharq Turkiston xalqiga salom yo'llash bilan so'zimni boshlayman dedi. U so'zda Xitoyning Sharq Turkistonda diniy ibodatlarni cheklash orqali Allohning nurini hargizmi sundira olmaydiganligi, Sharq Turkiston xalqining yolg'iz emasligini bildirdi. Vijdoni bo'lgan har bir insonni Xitoy zulmiga qarshi turishga chaqiriq qildi. Anatoliya o'quvchilar birligining raisi Abdulvahid Yücel apandi so'zda yana islom dunyosini va dunyo jamoatini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulmiga qarshi turishga, Sharq Turkistonga ko'ngil bilishga chaqiriq qildi. U so'zining oxirida mundaq dedi: adolat va erkinlikni o'ziga shuar qilgan Anatoliya yoshlar birligi bo'lish sifatimiz bilan imperializmga qarshi bo'lgan bayrog'imizni egiz ko'taramiz. Shuning uchun Sharq Turkistonni qo'llash faoliyatlarimiz buningdan keyin davom qiladi. Sharq Turkistonni unutmadik, unutmaymiz. Keyin yana Anatoliya munbiri idora hay'at rahbarlaridan Hüseyin o'z hasar so'z qilib, zulmga qarshi musulmonlarning uyg'unish zamoni keldi dedi. Oxirida Anatoliya o'quvchilar birligining bayonoti Ahmad Yasin apandi tarafidan o'qildi. Namoyish Sharq Turkiston musulmonlariga duo o'qish bilan oxirlashdi. Yana bir tarafdan Çanakkale 1915-yili ruhiy yoshlar jamiyatining a'zolari Sharq Turkistondagi Xitoy zulmini to'ntish maqsadida yurish o'rinlashtirdi. Hasan Mavsuf ko'chasidagi jamiyat binosi oldida yig'ilgan guruhga takbir keltirib va musulmon uxlama qarindishingga egichiq. Sharq Turkiston uchun qo'l-qo'lga yoshsun mustaqil Sharq Turkiston degan shuarlarni tovlig'at Temirchi o'g'li ko'chasidan taki Iskala maydonigacha mangdi. Taylanddagi Uyg'urlar uchun imzo to'plash faoliyati oxirlashdi. Turkiyadagi ijtimoiy kuchlar boshqarishidagi eng kuchli tashkilotlarning biri bo'lgan Ulku o'joqlari Taylanddagi Uyg'urlarning qutqizib olinishini qo'lga keltirish maqsadida boshlagan imzo to'plash safarbarlik faoliyatini oxirlashtirganligini jakarladi. Turkiya Ulku o'joqlar tashkiloti bosh markazining yo'l yo'riqiga asosan 2014-yili 5-dekabrda Turkiyaning 50 viloyati va u viloyatlarga qarashli nahiya bozorlarida boshlangan Turkiyaning Taylanddagi Uyg'urlarni qutqizib olishi, Turkiyaga elib kelib o'rinlashtirishni talab qilish imzo to'plash safarbarlik faoliyati 2015-yili 14-yanvarda rasmiy oxirlashdi. Bu vaqtda tarqatilgan Ulku o'joqlari boshlig'i Olcay Kılavuz imzo qo'ygan matbuot vaqiflantirish bayonotida Taylandda qiyin ahvolda turayotgan qarindoshlarimiz uchun boshlagan imzo to'plash safarbarlik faoliyati bugun e'tibori bilan oxirlashdi deyildi. Ulku o'joqlari bosh markazining muxbiriga bildirishicha, Taylanddagi tutqun Uyg'urlarning Turkiyaga akilishini talab qilib boshlangan imzo to'plash faoliyati 14-yanvarda oxirlashgan bo'lib, navbatda markaz munosabatlik viloyat va nahiyalarda to'plangan imzolarni bir yerga yig'ish xizmatini ishlamoqda ekan. Ulku o'joqlari mas'ullari oldimizdagi kunlarda to'plangan umumiy imzo sonini e'lon qilish munosabati bilan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi ekan va to'plangan imzolarni aloqador joylarga topshirdi ekan. Yana bir tarafdan Turkiyadagi xalq ijtimoiy tashkilotlari Uyg'urlarni qo'llash uchun birlikda namoyish o'tkazdi. Turkiya Ma'rif uyushmasi, Turkiya kadrlar uyushmasi boshchiligida Turk dunyosi tadqiqot fondi jamiyati, oliy turna ayollar jamiyati va milliyatchi advokatlar jamiyati qatorliq 23 ga yaqin tashkilot vakillari İstanbul Sirkeci'deki merkezi pochtaxona oldiga to'plashib, Xitoyning besimlaridan qochib Taylandga qochib kelgan Uyg'urlar uchun namoyish o'tkazdi. Jamiyat vakillari Xitoydagi zo'ravonlikdan qochib Taylandga kelgan Uyg'urlarga ega chiqish lozimligini talab qildi. Axborot e'lon qilgandan keyin har qaysi jamiyatlar to'plagan imzolarni va Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmasligini talab qilgan iltimoslarini
Tayland bosh elchixonasiga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Türkiye turuşluq panohlanğuchilar oliy komissarligiga ve Türkiye Tashqi ishlar ministrligiga pochtadan yo'lladi. Açıklamasıyla Çin'in zulmünden kaçan, ülkemize gelmek isteyen ve Tayland'da mağdur durumda bulunan soydaşlarımız için başlatmış olduğumuz imza kampanyası bugün itibariyle sonlandırılmıştır. Bu kampanyayı başlatmamızdaki amacımız yarım asrı geçkin bir süredir sürmekte olan Çin zulmü altında olan Uygur Türklerinin çektiği bir çileyi biraz olsun dile getirmek ve geçtiğimiz aylarda Çin zulmünden kaçarken Tayland'da ormanlık bir alanda yakalanan 300 kardeşimiz içindir. Ocakları çatısında birleştirerek Ankara'ya göndereceğiz, yetkililere göndereceğiz ve bu zulme dur demelerini, Uygur Türklerinin bağımsız bir Türkistan olmasını istiyoruz. Xitoy Yaponiyadan andishi qilishga boshladi. Xitoy Yaponiyaning 2015-yillik harbiy xomchotini oshirish qaroridan andish qilishga boshladi. Dünyada bütün insanların diqqati O'rta Sharqdagi qaynoq qozonga tortilgan bir paytda Osiyo Tinch okean rayonlarida yana yangi o'zgarishlar o'tirg'a chiqishga boshlamoqda. Xitoyning eshivatgan ta'sir kuchiga qarshi munosabatlari borgan-sari yiriklashishga boshlagan Yaponiyaning ichki kabineti harbiy razvedka aeroplani, uchquchisiz aeroplan ve F-35 tipli urush aeroplanlarini o'z ichiga olgan harbiy mudofaani kuchaytirishni maqsad qilgan harbiy xomchotni oshirish qarori Xitoyni qattiq andishiga soldi. 2012-yilning oxirida bosh ministerlik vazifasiga saylangan Shinzo Abe boshchiligidagi Yaponiya hukumati ichki kabineti Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonida eshiyotgan ta'siriga qarshi oldimizdagi aprel oyidan boshlab davlatning jami yillik xomchoti 814 milliard dollar bo'lib, buningdan 42 milliard dollarni harbiy mudofaaga ayirishni tasdiqlaganligi ilgari surildi. Xabarlarda bildirilishicha, Yaponiya mudofaa xomchotini oshirib, Sharqiy Xitoy dengizidagi o'zining kontrolligidagi orollarda harbiy kuchini oshirishni maqsad qilganligi ilgari surildi. Yaponiyaning mudofaa bosh apparati 2013-yili 12-oyda Sharqiy Xitoy dengizidagi orollarga qarata Xitoy bilan o'ttirisida yuz bergan tirkishishdan keyin harbiy mudofaani yangidan kuchaytgan edi. Xinhua axborotining xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xongli Yapon hukumat tarafidan 2015-yillik harbiy xomchotni oshirdiganlikqa qarata e'lingan qarordan andish qilayotganligini bildirdi va Yaponiyani rayonning tinchligi va muqimligini saqlashda rol o'ynashga chaqiriq qildi. Türkiye'deki mescitlarda Uygurlar üçün dua qilish faoliyati elib berildi. Türkiye'de Şarkı Türkistan üçün dua qil ve amaliy hareketki o't namida Türkiye ve dünyanın her qaysi joylarida bir yurish faoliyatlar o'tkazilmoqda. Merkezi Türkiye'nin İstanbul şehriga joylashgan Anatoliya o'quvchilar birligi tarafidan boshildirilgan Şarkı Türkistan üçün dua qil ve amaliy hareketki o't namida Türkiye ve dünyanın her qaysi joylarida bir yurish faoliyatlar o'tkazilmoqda. Türkiye Anatoliya o'quvchilar birligi raisi Abdulvahid Yücel Efendi'nin matbuot bayonotiga asoslanganda, yoshlar Türkiye'nin her qaysi shaharlaridagi belgilangan cho'ng masjidlarda Shimoliy Siprus Türk Cumhuriyetining poytaxti Lefkoshadagi Hazrati Abu Bakr masjidi, Bosniyadagi G'azi Husrev Bigova masjidi ve Falastinning G'azzi shahridagi butun masjidlarda atiganlik namoz qilib, namozdan keyin Yoshsun Sharq Turkiston nomi ostida o'pchi duo qiladi ekan. Bu faoliyat uzun vaqt davom qilgan bo'lib, birincisi 1-oyning 11-kuni o'tkazildi. 11-yanvar kuni Türkiye'nin poytaxti Ankara'dagi cho'ng jamialardan biri bo'lgan Hoji Bayram jamiasida ve Türkiye'nin g'arbidagi Uşaq viloyati Erzincan shahri, Bosniya ve Siprusning poytaxtidagi Lefkoshadagi ba'zi jamialarda bo'lib, 50 atrofida masjidda o'tkazilgan namozda o'pchi holda Uyg'urlar uchun duo qilindi. 11-yanvar yakshanba atigan Ankara Hoji Bayram jamiasidagi atiganlik namozga bu faoliyatni uyushtirgan Anatoliya o'quvchilar uyushmasining raisi, insoniy yordam vaqfi Ankara sho'basining mas'ullari, jamoat va Ankaradagi ba'zi Uyg'urlardan bo'lib 500 atrofidagi kishi qatnashdi. Namoz oxirida butun musulmonlar qo'lini egiz ko'tarib, Uyg'urlar uchun duo qildi. Orqadan imom vaz aytib, bugungi kunda Uyg'urlarning diniy erkinligining yo'qligi, Xitoy doiralarining Uyg'ur musulmonlarga qattiq besim siyosati yurgizayotganligi, bu zulmning oziyishi uchun musulmonlarning duo qilishi va amaliy faoliyatlarining elib berilishi kerakligini ta'kidladi. Namoz oxirlashgandan keyin Anatoliya o'quvchilar birligining raisi muxbirlarga bayonot berib, Uyg'urlarning yolg'iz emasligini,
o'zlarining Uyg'urlarning erkinligi uchun har doim kurash qilishga tayyor ekanligini aytdi. U so'zining oxirida millionlagan suriyalik musofirlarga yordam qilayotgan Turkiya Jumhuriyatining Uyg'urlarga ham yordam qilishini talab qildi. Jamoat 0 dan tuban 15 graduslik sovuqqa qaramasdan masjid oldida qo'llarida oy yulduzlik ko'k bayroq Sharq Turkistonga erkinlik, Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarining dini cheklanmasin, hukumat uxlama Uyg'urlarga egichiq degandek lozunkalarni ko'tarib olgan holda bir haza turgandan keyin tarqalib ketdi. Türkiye Uyg'ur muhacirlarga quchoq ochdi. Türkiye devletinin yardımı bilen 100 aile Uygur'unu Kayseri'de bir aile korusuga o'rinlashtirdi. Xitoy zulmidan qochib Turkiyaga arqa-arqadan kelayotgan Uyg'ur muhojirlarning soni hozir xeyli salmoqni egallaydi. Ammo bu Uyg'urlar garchi Xitoy zulmidan iborat besim va tahdiddan qutulgan bo'lsa-mu, ijtimoiy hayotda har xil qiyinchiliklarga uchrab kelmoqda. Ko'pinchisi bir shaklda bu qiyinchiliklarni yengib kelayotgan bo'lsa-mu, yana bir qism muhojirlar bu xil qiyinchiliklar bilan kurash qilib kelyapti. Mushundaq paytda Turkiya hukumatı bularga ko'ngil bo'lib, Qaysariyda bir turkum oilalarni uylarga o'rinlashtirib, ijtimoiy hayotdagi qiyinchiliklarni hal qilib, ularni xotirjam qildi. Musulmon uchun ulug' hisoblanadigan juma kuni, ya'ni 1-oyning 9-kuni juma namozidan keyin Qaysari valisi Orxon Düzgün apandi Uyg'urlar turayotgan binoga kelib, ulardan hal ahvol so'radi. Shundaqla musofir Uyg'urlarga xush xabar yetkazdi. U Uyg'ur musofirlarga degan so'zida Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an va bosh ministr Ahmet Davutoğlu bilan ko'rishib, Uyg'ur mahallasi qurib beradiganligini aytdi. Bu butkul Uyg'urlarni suyundiradigan bir xush xabar bo'ldi. Jurnalist Shuhrat Hushurning inisi 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoy doiralari chet ellardagi Uyg'ur jurnalistlarining oilalariga tahdid va besim qilishga boshladi. Erkin Asiya radiosining muxbiri Shuhrat Hushurning bir inisi 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoy doiralari chet ellardagi Uyg'ur jurnalistlarining oilalariga tahdid va besim qilishga boshladi. Jurnalistlik kasbiy sohasidagi natijalari bilan oltin mukofotga erishganligi uchun Xitoy soqchilari tarafidan inilari turmaga qamalgan muxbir Shuhrat Hushur ana shularning biridir. Bugun Uyg'ur jurnalist Shuhrat Hushurning inisining 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi to'g'risidagi bir uchur g'arb matbuotlarining bosh temasi bo'lib qolindi. Xabarlarda Shuhrat Hushurning bir inisi o'rinsiz yerga 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandan keyin Shuhrat Hushur boshqa 2 inisi bilan bu to'g'rida telefonda so'zlashganligi sababidan Xitoy doiralari Shuhrat apandining u 2 inisini turmaga qamab qo'yganligi bildirildi. Shuhrat Hushur apandi muxbirlarni qo'g'dash komitetiga bu vaqtda yo'llagan xatida inilarining gunohsiz ekanligini, ularning erkinlikka chiqishi uchun dunyo jamoatining Xitoyga besim qilishini talab qilgan. Xitoyning bu qilmishlari butunlay chekidan oshganlik bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonda ishlagan insoniy jinoyatlarni dalil paketlari bilan dunyoga anglitib kelayotgan o't yurak jurnalist Shuhrat Hushurga tahdid qilish, Xitoy doiralari uning xalqning qalbidan o'rin olgan e'tiborini yo'qotish, obrazini xunuklashtirish, kasbidan istifa berishga zo'rlash, Xitoyning abdi bashirini dunyoga echib tashlaydigan uchurlarni e'lon qilishdan voz kechtirishdan iborat shum niyatiga yetish uchun Shuhrat Hushur apandining inilarini ko'rib oldi. Chidamas Xitoy Shuhrat Hushurning inilarini shartsiz qo'yib berish kerak. İstanbul'da zulüm astidagi Sharq Turkiston temasida yig'in ochildi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tibbiy fakultetining Türk tarixi va san'at klubining uyushtirishi bilan zulüm astidagi Sharq Turkiston degan temada yig'in o'rinlashtirildi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tibbiy fakultetining Türk tarixi va san'at klubining uyushtirishi bilan zulüm astidagi Sharq Turkiston degan temada yig'in uyushtirildi. Bu yig'inga o'qituvchi va o'quvchilar bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'inga İstanbul Üniversitesi Til Adabiyot fakultetining o'qituvchisi Doktor Ali Ahmet Bayoğlu va Sharq Turkiston vaqfining sobiq bosh kotibi Hamut Köktürk apandi taklif bilan qatnashib, Uyg'urlar va Sharq Turkiston masalasi to'g'risida leksiya berdi. Yig'inda oldi bilan Türk tarixi va san'atlari klubining raisi Ali Gejar apandi ichilish nutqi so'zildi. U so'zda bu yig'inni o'rinlashtirishga maqsadini ifodalab mundoq dedi. Bugungi kunda ota yurtimiz Sharq Turkistonda bir insoniyat tragediyasi yuz beryapti. Musulmon Uyg'ur turklari qarindoshlarimiz assimilyatsiyaga uchrab yo'q qilinishga duch kelyapti. Biz tibbiy doktor yoshlar bo'lib suhbatimiz bilan bu ahvoldan intayin qayg'u his qilyapmiz. Bu yig'inning muvaffaqiyatli ochilishini va Uyg'ur qarindoshlarimiz to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish jihatda hassa qo'shishini orzu qilamiz. Yig'inning keyingi bo'limlarida Doktor Ali Ahmet Bayoğlu bilan Hamut Köktürk apandi munbarga chiqib, Uyg'ur masalasi to'g'risida muhim so'z qildi.
Doktor Ali Ahmad Bayoğlu Efendi sözde Şərq Türkistanның tarix cəhətdəki əhəmiyyəti və ornu toğrusida toxtulub mundaq dedi. Bugünkü Şərq Türkistan zemini Türklərinin barlıqqa kelgan Türkistan coğrafiyasının qalbiga joylashgan. Bizning Türk millati bo'lish sifatimiz bilan takomillashtirgan kultur va madaniyatimiz, an'anaviy urf-odatlarimiz shakllangan muqaddas tuproqdir. Şərq Türkistan dunyodagi geopolitik va geostrategik ahamiyati jihatda oldingi qatorda turadi. Bu zemin Türkistan va Osiyo coğrafiyasining bel umurtqisi bo'lib keldi. Hal choralarga davr bo'lgich yo'l ochadigan alohidaligini tarixdan bugungacha saqlab keldi. Bugungi kunda energiya boyliqlari va strategik yo'llarni qo'shib hisoblaganda ilgirkidan natijasi cho'ng ahamiyatga ega bo'ldi. Şərq Türkistan coğrafiyasi tarixdan buyon hukmdorlik qilish va qaror berish alohidaliklari bilan oldingi qatorda turib kelgan edi. Ishg'olchi Xitoyning Uyg'ur qarindoshlarimizga ravo ko'rgan zulm, besim va irqiy qirg'inchilik va yo'q qilish siyosatlarini yurgizishi buning sababidir. Doktor Ali Ahmad Bayoğlu Efendi sözde Xitoyning besim va zulmiga ergashib Şərq Türkistan'da qarshilik harakatlarining ko'payib ketganligini ifodalab mundaq dedi. Şərq Türkistan bugungi kunda turklarning qizil olmasi va o'xshash vaqtda qanigan yarasidir. Bu qanigan yarini davolash, chora izlash insoniy, milliy va diniy vazifa bo'lib, biz turk millatining ustiga tushidi. Şərq Türkistan'da zulm va besimning o'tmishdikidan bugungi kunda texmo eshishi, qarishlashish va kurash qilishning ko'payishini oshirdi. 2009-yili Urumchi qatliami va uningdan keyingi Xitoyning qatliamlari davr bo'lgich bosqichlardir. Xitoyning birlikda yashash, millatlar ittifoqligi va birlik shuaridan iborat safsatlari endi o'tmas mato bo'lib, tarixning orqasiga tashlandi va turklar bilan Xitoylar o'rtasidagi hayajonli birligi butunlay barbod bo'ldi. Keyin yig'inda so'z qilgan Hamid Ko'ktürk apandi Xitoyning Şərq Türkistan'da yurgizayotgan tug'ut cheklash va mingi yuvish siyosatini bugungi kunda texmi oshirib ijro qilayotganligini, irqiy qirg'inchilik, chatki qiqish, yaklash, qatliam yurgizish orqali u zaminning asli tarixiy egalari bo'lgan Uyg'urlarni yer yuzidan yo'q qilishga urinayotganligini ifodaladi va bu vaqtda amaliy misollarni ko'rsatdi. Shundaqla yaqindan buyon yuz berayotgan voqealarning kelib chiqish sabablari to'g'risida tushuncha berdi. Yig'in oxirida so'z qiluvchilar qatnashuvchilarning Uyg'urlar to'g'risida so'ragan savollarga javob berdi. Yig'inda so'z qiluvchilarni tabriklab, taqdirnoma taqdim qilindi va xotir rasmga tushish bilan yig'in oxirlashdi. Faaliyetler var. Yani Avrupa isteyerek, yani o insanlar hakikaten zulüm görüyor. Yani zulüm görmesin. Bunlar da bizim gibi insan manasında değil. Yani Çin'in bir şekilde ticari bağlantılar var biliyorsunuz. Ondan sonra bu ekonomik, siyasi ilişkiler var. Bu siyasi ve bu karşılıklı iki ülke arasındaki ilişkilerden Doğu Türkistan. Hörmətli televizor görgüçlər, şuna qılıb bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kilər qatımqı proqramımızı görüşkücə sizlərlə Cənab-ı Allah'a tapşırırız. Esselamu aleykum və rahmetullah.